Yulduz, ne bugun ishga chiqmadingiz? Assalomu alaykum. Uzrman, boshqa yoqda ishlamayman. Kecha ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Men ukangizligini bilmadim. Nomerini bering, men o'zim gaplashib olaman. Hozir tashlab yuboraman. Aka, shunaqa gaplar. Opam ham shu kreditni orqasidan ajrashib uyga kelib o'tiribdilar. Ukam, siqilma. Ertadan oldimga kelgin, yonimga ishga olaman. Bo'ldi, Ravshan aka, xatlarni yopdim. Uyga qaytdim bo'lmasa. Ketib qolma ukam, sen bilan bitta joyga boramiz. Tushunman, namchi kech kelyapsan? Ichganmisan? To'g'ri, ertaga ishga chiqasan, bilasanmi shuni? Opa, qoch chiq xonamdan, men uxlayman.